Qulay fursat poylab yurganlar uchun narxiga arziydigan, даже aytilayotgan narxidan anchagina yaxshiroq narxga ketadigan 2 qavatli kottejimiz sotuvga qo'yilyapti. Ayni damda turgan joyimiz M37 magistralli yo'lini Galasiyo shahar hokimiyatining oldidan o'tgan joyi, katta yo'ldan atigi 150 metr ichkarida joylashgan 2 qavatli kottej stilida qurilgan ushbu hovlimizda 7 ta xona, katta oshxona ichidagi jihozlari bilan 3 ta sanuzel, shu 3 ta sanuzeldan bittasi общий tepada turibdi, ikkinchisi bo'lsa spalnining ichida qilingan, uchinchisi esa pastda mehmonlar uchun umumiy sanuzel qilib qo'yilgan. Ayniqsa menga zali juda ham yoqdi. Zalimizning uzunligi 15 ga, eni 5. Bunaqa katta zal topishlaringiz qiyin menimcha. Yana bitta zo'r tomoni, uyimizda mana bunaqa katta stabilizator ham qo'yilgan bo'lib, ushbu stabilizator orqali uyni to'kidan umuman muammo bo'lmaydi. No, ming bora eshitgandan bir bora kelib ko'rgan yaxshi. Ushbu kottejimizda rasxod atigi 2000-3000 atrofida rasxod qilib, devorlari bilan patologini zamonaviylashtirib olsalaringiz bo'ldi. Proyektiga gap bo'lish mumkin emas. Aniqroq joyini hozir ko'rsatib o'tamiz. Qani? Buxoro tuman hokimiyatining yon tomonidagi sud binosidan atigi 150 metr masofada joylashgan orqamdagi 2 qavatli hovli, ichidagi barcha jihozlari va texnikalari bilan birga berilyapti. Tezda galasiyalik tanishlaringizga ulashib qo'ygan lokatsiyasi Telegram guruhimizda bo'ladi. Non hokimiyatidan sudni bilmaydigan buxorolik bo'lmasa kerak. Tezda aloqaga chiqinglar. Bunaqa narxga, bunaqa imkoniyat chiqmaydi qaytib.